Assalomu alaykum. Koreyaga kelishni xohlaysiz, o'qishni xohlaysiz, lekin hali til sertifikatingiz yo'q. Qaysi tildan boshlashni bilmayapsizmi? IELTSmi, TOEFICmi, koreys tilimi, ingliz tilimi? Bugun shu ikkalasini taqqoslaymiz va sizga qaysinisi mosligini aniqlaymiz. Koreya o'qishlariga kirish uchun sizga TOEFIC yoki IELTS talab qilinadi. TOEFIC koreys tilidan test, IELTS esa ingliz tilidan test. Qaysi biri oson? O'rganishga kam vaqt ketadi? Birinchi bo'lib TOEFICni ko'rib chiqaylik. TOEFIC koreys tilidan test bo'lib, koreys tilini o'rganish nisbatan kamroq vaqt oladi va sizga ko'p imkoniyatlar ochadi. Siz Koreyaga kelayotganligingiz uchun Koreya davlati koreys tilini biladigan talabalar uchun ko'p stipendiyalar, grantlar ajratadi. Misol uchun, ulardan bittasi JKS. JKS sizni o'qishingizni 100% ta'minlaydi, kontraktlaringizni to'laydi va oyiga $500 dan $1000 stipendiya ajratadi. Va hatto biletlaringizgacha o'qishga topshirishingizda qancha pul ketgan bo'lsa, hammasini qoplab beradi. Va undan tashqari ham har bir universitetda ichki beradigan grantlari va stipendiyalari bo'ladi. Shularga ham yozilishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina koreys tilini bilish talab qilinadi xolos. Va Koreyaga kelganingizdan keyin siz ko'chalarda yurishingiz bor, misol uchun darsdan keyin ishlashingiz bor. Shu narsalarga ham koreys tili juda ham kerakli bo'ladi. Lekin bitta tarafi bor, koreys tilida faqat Koreyada foydalanilganligi uchun Koreyadan boshqa davlatga borgingiz kelib qolsa, misol uchun, yoki Koreyadan keyin boshqa davlatga bormoqchi bo'lsangiz, unda ingliz tili yaxshiroq variant. Endi esa IELTS. IELTS TOEFICga qaraganda qiyinroq, ko'proq vaqt oladi va bu til dunyo tili bo'lganligi uchun sizga ko'p eshiklarni ochadi. Nafaqat siz boshqa davlatga borib ishlasangiz, siz Koreyada turib yashash davomingizda ham ingliz tili kerak bo'lishi mumkin. Bu misol uchun o'qish davomida o'zingizni yanada rivojlantirish, onlayn kurslar olish, ingliz tili juda ham yaxshi tanlov. Misol uchun Koreyadagi top universitetlar va hozirgi kunda ko'plab universitetlar ingliz tilidagi darslarni ham tashkil qilishgan, lekin baribir Koreyada bo'lganligi uchun koreys tili darslar, koreys tilidagi fakultetlar ko'p. Shuning uchun fakultet tanlashda ham biroz qiynalishingiz mumkin. Ko'p universitetlarda IT sohasi koreys tili uchun qo'yilgan, ingliz tilini bilsangiz, ingliz tili bilan qabul qilishmaydi. Va Koreyaga kelganingizdan keyin ingliz tilini bilib kelsangiz, baribir Koreyaga kelgandan keyin koreys tilini o'rganishingizga to'g'ri keladi. Chunki ko'cha-kuyda yurish bor, oshxonaga borish bor, koreys xalqi bilan muloqot qilishingizga to'g'ri keladi. Baribir darslar ingliz tilida bo'lgani bilan, ba'zi bir fanlarni koreys tilida ham o'qishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Va siz hozir ikkalasini ham bilmasangiz, agar koreys tili kam vaqt olsa, men koreys tilidan boshlayman. Agar maqsadingiz aniq, men Koreyaga borib o'qiyman deydigan bo'lsangiz va koreys tilini boshlamoqchi bo'lsangiz, men Telegram kanalimda tekinga koreys tili kurslarini boshladim. Hammasi jonli bo'ladi Telegramda. Bu Telegram linkini videoning ostidan topishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ying. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Like ham bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar kommentariyada savollaringiz bo'lsa yozsangiz, har bir savolga javob beriladi.